Voy. Voy. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan yana Toxic Plate. Buni qo'yib olamiz qilishni, telefonni olamiz. Ketmonni olamiz. Tomoqani ekib boshqatdan qilib chiqsammikin? Yo'q, ketdi. Yarim soatgina notebookimni o'ynasam yaxshi bo'lar edi. Ko'p emas. Yarim soat. Mana. Voy. Mana endi Dragonni ham o'ldirdim Minecraftda. Voy ko'zim. Ketdiga bo'ldi. Tomoqni tozalab boshqatdan ekib chiqaylik. Qolganlarini, chiqqanlarini merga berish kerak, chunki qishki ovqat zaxiramiz uchun. Barchaga tekin bo'ladi deyapti mer. Qani, davay. Terib qolib ketmasin desa sabzilar. Qolib ketsa, qishloqlar olib yeb qo'yishi mumkin. Voy, bo'ldim mana nihoyatda. Qani bo'lmasam, ekib chiqay endi. Mana endi bu yerga sabzi ekaman. Mana bo'ldimi? Ketmonni qo'yib chiqaylik, ko'tarib yursak, bu yerda bo'ladi. Ketmonni qo'yib o'zgina pul olamiz, chunki mer narsa sotaman deyotgandi. Mer Unionda sotuvchi jitillar bor. Ular bizga narsa sotishadi pul evaziga. Boramiz, yuramiz. Salom. Odamlar ham mensimay qo'yishgan. Qandaysizlar, mer? Qalaysiz, mer? Yaxshi, o'zing yaxshimi? Keldingmi? Nimalar sotyapsiz? Sheringiz. Nima bu? Bilmayman. Tomoqangni yig'ishtirib oldingmi? Undan chiqqan ekinlarni mana shu yerga sanduqqa solib qo'y. Yerga tashladingmi? Sanduqqa solib qo'y. Hop, bo'ldi mana. Solib qo'yaman hozir. Mana. Solib qo'ydim. Yaxshi. Senga bitta narsa aytishim kerak edi. Bizning qishloqqa bugun Shimoliy Koreyada atom bomba tushar ekan. Nima? Atom bomba Shimoliy Koreyadan? Soat nechida? Hozir yo'lga chiqishganmi? Biz axir ancha uzoqdamiz-ku Shimoliy Koreyadan. Hali bu yerga yetib kelmasa kerak-mi? Bilmayman. Tezlash, senga qilishni beramiz. Bo'pti, men endi ketdim. Tayyorgarligimni ko'ray. Bo'pti. Mayli, tezlash, narsalarga qo'y. Elementarga hech narsa qolmasin. Hop. Qani unda uyga boramiz. Tez. Men menga kreativ beraman dedi-ku, bersa kerak-da. Boraveraychi. Men hozir nima qilishni ham bilmayapman. Miyam aylanmay qolgan. Qani ketdim merning uyiga. Men keldim. Inventariyni bo'shatib keldingmi? Albatta. Unda hozir ketibdim. Senga kreativ berish uchun telefon qilaman. Hop. Qachon berishadi kreativ? Hozir. Mayli unda. Gaplashib olavering bemalol. Obunachilar men kreativ berishar ekan. Qachonligi aniq emas lekin tezroq berishsaydi. Qandaydir xavotir olyapman. O'lib qolsak-chi, nima bo'ladi? Menga kreativ berishdimi? Berishdimi? Berishdi. Bo'ldi, endi tezlash. Sen biz uchun bunga qo'shing kerak. Menda endi bloklar cheksiz. Qanday demasa. Tezlash, bizni ham o'yla. Bizga kreativ berish olmaydi, tirik qolamiz desak. Hop, ketdim. Nima bo'lgan taqdirda ham yomg'irda ko'raman menda bunkerni.
Men ham bo'lmasam mana shu yerdan qurishni boshlayman bunkerni. Nimadan qursam ekan? Temir blok. Yo, temir blok. Juda ham anaqa. Nima deydi? Mustahkam emas u. Atom bomba chizamli emas. O'shaning uchun buni yopamizda, bu yoqqa keyin Bedrockdan quramiz. Ha, u Minecraftdagi eng mustahkam blok. Bedrock. Qani hammani ekan Bedrock. Olaman. Mana. Yana bo'ldi, mana shuni o'zi xolos. Mana shu yerdan qurishni boshlayman hozir. Tezlashim kerak. Uchoqlarkanman men. Uy, uncha mazza. Mayli, hozir chalg'imaymiz. Tezlashimiz kerak. Chunki butun mir, butun dunyo, butun qishloq tog'i yo'q bo'lib ketish arafasida turibdi. Nima qilib bo'lsa ham men qishloqlarni qutqarishim kerak. Qormi, yomg'irmi, umuman farqi yo'q menga. Men baribir bularni qutqaraman. Hozir mana shu yerlarni qilib olsam, mana, o, yaxshi. Juda ham xafa bo'lyapman. Qandaydir ko'nglim zig'h. Hozir hamma o'lsa-chi, bunkerdan Bedrockni buzib ketsa-chi, Shimoliy Koreyaning atom bombasi. Albatta biz ularga qarshi nimadir qilamiz, qo'limizdan kelgan ishni qilamiz. Hozir mana kamerani o'chirib yo'qdim. Mana shu yerlarni hozir qildim. Mana shundan teshik ochamiz. Kamerani o'chirib qo'ydim. Hozir yana kamerani o'chirib turaman. Tayyor bo'lgandan so'ng ko'rasizlar. Hozir ozgina bo'ldi. Yomg'ir to'xtadi shekilli. Yo'q, hali ham yog'yapti ekan. Kamerani o'chirib keyinroq yo'qman, albatta. Mana shu yerlarni kovlab jo'chaman. Kattaroq qilsam bo'lar edi, ammo men kichkinaroq qilaver deyapti. Nega desangiz, nima desam bo'lar ekan? Baribir hamda. Hozir bomba tushib qolishi mumkin. O'shaning uchun kichkinaroq qila qolaman. Bu yana nima kerak? Crafting table, pechka. Kamerani o'chirib yo'qdim. Sizlarga aytishdan chiqibdi. Buni olamiz, sandiq olamiz. Yana suv olamiz. Ichishga juda ham chanqaymiz chunki biz bunkerni tayyorlab oldik. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir sizlarga obzor qilib o'tirishga vaqtim yo'q. Tez ishimni qilishim kerak. Crafting, kitob, pechka, sanduq. Yo'q, sanduqni olamiz. Chunki ochilmay qoladi. Mana bu yerga qo'ysak sanduq, qishloqlar o'zlari kerak bo'lgan narsa shunday qilib solib qo'yishadi. Keyin mana bu yerga sanduq ochib, mana bu yerga pechka, crafting va o'zim uchun alohida sanduq qo'yib qo'yaman. Chunki men o'yinchiman, narsalarim albatta ko'p bo'ladi. Keyin bitishgan olimni olib kelaman. Ular ham inventariga olib kelib kerak bo'lsa. Mana shu yerdan uchib chiqib ketsam, men bu yerlarni kamerani o'chirib qo'yib olaman bu yerda ham. Keyin yaxshi bo'ladi. Chunki tez bo'ladi-da. Sizlar uchun 1 sekund. Mana men uyimga kelib oldim, narsalarimni yig'ishtirishim kerak. Notebookimni ololmayapman, tiqilib qolibdi. Ammo kerak emas menga. Bular kerak yo'q. Men shunchaki narsalarimni olib ketay. Shoshyapman. O'zbekiston hududida qiruvchi samolyot ko'rinibdi. Men tezlashmasam bo'lmaydi. Qirovat. Kerak emas hech narsa, qoch. Qiruvchi samolyot ko'ringan. U bizga bomba tashlaydi. Merni chaqirishim kerak. O'zi kelarmikan? Ha, bo'p chaqirich. Mer. Hoy, ketdik. Bo'linglar. Bo'ling, ketdik.
Yuring. Narsalaringizni oldingizmi? Ha, hammasi yonimda. Hozir 2-3 soatga narsa bor edi. Kutib tur. Men ichkariga narsalarimni joylashtirib turaveraman. Voy, qani u endi, qani u. Tugmalar mana ekan. Tugmani shu yerga joylashtirib, ochib pishirib ketaman. Mer, o'zingiz kirib olasiz. Kelyapsizmi? Bo'ptimda. Nega ochilmaydi? Yopilib qolaveradi bunchalik tez. Juda ham jahon chiqyapti. Mer, qayerdasiz? Ha, shu yerdamisiz? Ha, shu yerdaman. Keling. Hozir oladigan narsam bor dedim-ku men senga. Xo'p, bo'lmasa men ketdim. O'zi cho'lat kerak bo'lsa. Tushaman. Va narsalarimni solib qo'yay. Men inventarimda ortiqcha narsa bo'lmasligi kerak, chunki ular og'ir va menda kuch qolmasligi mumkin radiatsiyadan keyin. Hozir men merlar va qishloqlarni olib keldim. Deyarli hamma qochib ketibdi. Voy, boshlanayapti. Boshlandi. Atom bomba tushdi. Uy. Nima bo'lyapti? Boshim. Yaxshimisan, Toksit? Ha, yaxshiman. Sizlarchi yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. O'tib ketdimi hammasi? Bilmaymiz. Chiqib ko'rish kerak. Yo'q, chiqmay olib qolishing mumkin. Oy. Burchakda turib olinglar. Xo'p. Oy. Mana navolarimiz ham sinib tushyapti. Oyog'im qayerga bo'ldim? Oy, mana. Hozirgina atom bomba tugadi deb xabar berishdi. Atom bombaning juda ham boshimlanyapti. Atom bombadan tarqalayotgan radiatsiya tugadi, portlash tugadi deyishdi. Uy, ana meni survivalga o'tkazib qo'yishdi. Endi bu yerdan qanday chiqib ketaman men? Qanday? Ana yerga sunduq bor ekan. Qo'lim yetadimi? Yetsin. Ochil. Ochdim mana nihoyat. Suv bor ekan kerak. Sunduqni olaman. Va mana. Bular chiqib ketishdi. Meni ozgina oyog'imni qayg'urgan sababli mana bu narvondan devordan tirmashib chiqib keta olmayapman. O'shaning uchun narsalarimni olib ketdim. Men ham ulardan keyin sekin chiqa olaman. Juda ham boshim og'ridi radiatsiya bo'lgan vaqtda. Mana pullarim qani qolgan? Ha, mana ekan. Telefonim, kameram, tugmani olib, hatto eshikni yopib qo'yilgan bo'lsa. Ketdik. Chiqa olarmikinman? Chiqyapman. Chiqib olgandan keyin kamerani yoqaman. Mana chiqdim do'stlar. Qishlog'imiz shunchaki yo'q bo'lib ketibdi. Qaranglar, men mana bu yerlardan sakrab zo'rg'a o'tdim. Kamerani yoqolmadim shuning uchun. Hamma yo'q, dabdalasi chiqib ketdi. Uyimni, televizor, noutbukim. Yaxshiyam YouTube akkauntim telefonimda ham bor. Men bu qishloqdan ketaman, ta'mirlashgandan so'ng qaytib kelaman. Ungacha ham shaharda yashab turishga harakat qilaman. Yoki sizlar uchun har xil challengelar olaman. Bo'lmasam hammaga xayr. Sizlar bilan Toxic Bullet bo'ldi.
Hayır.